Buyuk uxlash kuni buyuk daydish kuniga ulashib ketdi. Daydish uzoq davom etsa zaryadkam tugab qolmasin deb buni ham oldim. Birinchi manzil Aziz opamning salonlari bo'ldi. Birinchi qoshimni terdirib, depilyatsiya qildirib, Umid opa, "Voy, boshingizni o'zim yuvib qo'yaman" desalar ham qo'ying, faqat o'zim bilaman deb hamma yog'imni shalabbo qildim. Umid opa ham mana senga kattadan aytganini qilmaslik deb sochlarimni tortib taraf kesib chiroyli ukladka qilib qo'ydilar. Sochlarimni hammaga maqtanib, u yoqqa silkitib, bu yoqqa silkitib Nodir opaning yonlariga kelib, u yoqdan ham bir dunyo kerak narsalarni sotib olib, Muslim opadan yuz chiskasi va vitaminli qanaqadir protsedura oldim. Yuzimni yaltillashini qaranglar, tozaligini-chi. Har 5-6 oyda hech bo'lmaganda chiska qilib turinglar qizlar. Jalpillab ko'chada yurmang, sizga umuman quyosh mumkin emas desalar ham oshqozonni tushunmasa nima qilay endi. Ovqat yaxshi bo'ldi-yu, endi bitta desert yemasa bo'lmaydi deb tursa bo'ladimi bu oshqozon? Aslida tishimga va tug'ilgan kunga borishim kerak edi-ku-ya, lekin bugun ancha qimmatga nafas olib qo'ydim. Daydi to'tining qaytishi qildim. Nima deb o'ylaysizlar, bugun qanchaga nafas olib qo'ydim?